Assalomu alaykum. Alifbo 21-dars. Bu darsimizda endi yana o'sha o'qish qoidalariga taalluqli bo'lgan bir muhim qoida haqida gaplashamiz. Bu to'xtash qoidasi, vaqf qoidasi haqida gaplashamiz. Vaqafa arab tilida to'xtamoq degani, ya'ni harakatdan to'xtash. Endi nutq bilan, fonetika bilan bog'liq jihati talaffuzdan to'xtashga vaqf deyiladi. Ya'ni siz gapirib ketyapsiz, gaplashyapsiz va o'sha gapingizdan to'xtadingiz, yoki o'qiyapsizda o'qishingizdan to'xtadingiz. Umuman sizni tilingizni bir nutq faoliyatidan to'xtashi ozgina muddatgami, mana shu vaqf deyiladi. Demak, vaqf qilganda arab tilida qanday o'zgarish bo'ladi? Misol uchun bizning tilimizda, o'zbek tilida hech qanday o'zgarish bo'lmaydi, ya'ni hamma harakatlarni o'qiymiz. O'zgarish bo'lishi mumkin. Aytaylik, oxirida i harflari kelib qolsa, i deb emas, balki sal boshqacharoq tarzda talaffuz qilishimiz mumkin. Lekin hammasini o'qiymiz. N bilan tugasa n ni ham o'qiymiz. Z bilan tugasa z ni ham o'qiymiz yoki har qanday harf bilan tugasa o'sha harfni o'qiymiz. Arab tilida esa mana shu holatlarda biroz o'zgarish bo'ladi. Ya'ni to'xtaganda oxirgi harakatlarda yoki qaysidir belgilarda o'zgacha bir talablari bor. Ya'ni agar so'z tamarbuta bilan tugagan bo'lsa va siz o'sha so'zda to'xtamoqchi bo'lsangiz, uni har qanday harakatda kelgan bo'lsa ham sukunli ha holatida to'xtatasiz. Misol uchun mana bu muallimatun degan so'z. Muallimatun. Shu yerda to'xtamoqchisizda siz buni muallimah deb o'qiysiz. Yoki mana bu azizatu degan ism. Azizah deb o'qiysiz. Yoki mana bu himmatun degan so'z. Himmah deb o'qiysiz. Tushunarli-a? Ya'ni oxiri tamarbuta bilan tugagan so'zlar, agar siz u yerda vaqf qiladigan bo'lsangiz, uni sukunli ha holatida vaqf qilasiz. Va bizdagi ko'p ismlar, ayollarning ismlari, ya'ni oxiri a bilan tugaydigan ismlar odatda tamarbuta bo'lgan bo'ladi va odatda arab tilidan kirib kelgan so'z bo'ladi. Misol uchun muslimah, aslida muslimatu, karima, karimatu, laziza, lazizatu, aziza, azizatu, mu'mina, mu'minatu aslida tamarbutasi bo'lgan. Vaqfga ko'ra ha deya talaffuz qilingan. Ikkinchi holatimiz endi harakatlar. Demak, tamarbuta yo'q endi. Tasavvur qiling, tamarbuta yo'q siz to'xtamoqchi bo'lgan so'zda. Endi nima qilasiz? U yerda endi harakatlarga qaraysiz. Agar harakat sukun bo'lsa bo'ldi, sukun holatida tugatasiz. Misol uchun min bo'ldi, min deb o'qiysiz. O'zini original holatida o'qiysiz, min. Yoki hal bo'ldi, original holatda hal deb to'xtatasiz. Endi sukun bo'lmasa-chi, ochiq harakat bo'lsa-chi, aytaylik domma, kasra, fatha yoki tanvinlar bo'lsa nima qilamiz? Qarang, agar domma bo'lsa, ya'ni uchala ochiq harakatlar ham domma, fatha, kasra, uchalasi ham. Va tanvinlardan kasra tanvin va domma tanvin. 5 ta bo'ldi jami. Domma, fatha, kasra. Kasra tanvin va domma tanvin. Mana shu 5 ta harakat bilan agar so'z tugasa va siz u joyda to'xtamoqchi bo'lib, ya'ni vaqf qilmoqchi bo'lsangiz, hammasini sukunga aylantirib olasiz. Misol uchun Muhammadun degan so'z domma tanvin bilan tugayapti. Un deb o'qishimiz kerak. Lekin to'xtasangiz Muhammad qilib sukunda to'xtatasiz. Ahmadu domma bilan tugayapti. Ahmad sukun qilib olasiz. Yoki mana bu al-bayti degan so'z kasra bilan tugadi. Agar to'xtasangiz al-bayt deb o'qiysiz. Yoki al-kitaba, mana bu so'zimiz fatha bilan tugayapti. Lekin siz shu joyda to'xtasangiz al-kitab deb sukun qilib to'xtatasiz. Yoki Muhammadin degan kasra tanvinli mana bu kabi so'zlarni ham Muhammad deya sukun qilib to'xtatasiz. Demak, 5 ta harakat: fatha, kasra, damma, kasra tanvin va damma tanvinlarning hammasi sukunga aylanib ketadi to'xtalganda.
Sukun esa o'zini original holatda sukun qilib o'qiladi. Mana bu holatlar tamarbuta bo'lmaganda, agar tamarbuta bo'lsa, tamarbutani harakatiga qarab o'tilmaydi. Nima harakatga kelishidan qat'iy nazar uni sukuliha holatida to'xtatamiz. Endi bizda qaysi harakat qoldi? Fatha tanvin qoldi. Fatha tanvin doim alif bilan keladi bu. Tamarbuta bilan kelsa alif kelmaydi. Mana shu jihatdan ham tamarbuta bilan hatto fatha tanvin kelsa ham sukuliha qilib o'qiramiz. Lekin tamarbutadan boshqa o'rinlarda fatha tanvin kelsa, biz uni bitta cho'zib qo'yamiz, ya'ni mad o'laroq uni cho'zib qo'yamiz. Mad degani cho'zish degani. Aytaylik, kitaban degan so'zda to'xtamoqchisiz. Kitaba deb qo'yasiz. Kitaba yoki qalaman degan so'zda to'xtamoqchisiz. Qalama yoki baytan degan so'zda to'xtamoqchisiz. Bayta deb qo'yasiz. Lekin odatda fatha tanvinni arablar bilan suhbatda, og'zaki suhbatlashishda bu o'qiladi. Misol uchun kitaban, qalaman yoki baytan deb to'liq aytishadi. To'liq aytish ham mumkin yoki bitta cho'zib qo'yish holati ham aytsangiz bo'ladi. Bu suhbatga doir bo'lgan qoida. Suhbatdan boshqa qoidalarda demak buni bitta cho'zib qo'yamiz. Kitaba, bayta, qalama. Endi mana bu misollarni birgalikda mulohaza qilib o'qib ko'ramiz. Misol uchun mana bu so'zimiz. Muhammadun fi baytihi. Shu gapni oxirgi so'zni to'xtamoqchiman. Qanaqa to'xtayman? Muhammadun fi baytih. Chunki hi ni kasrasi sukunga aylanib fi baytih bo'lib ketadi. Yoki huwa tabbahun mashhurun. Mashhurun degan so'zni to'xtamoqchiman. Huwa tabbahun mashhur. Sukun qilaman. Nega? Chunki damma tanvin sukun holatida to'xtatiladi. Endi agar oxirida cho'zish qoidalari bilan tugagan bo'lsa-chi, misol uchun bayti cho'zilyapti. Uni cho'zish holatida to'xtatasiz. Fi bayti yoki fi yoki baytina. Cho'zish bo'lsa, doim cho'zish holatida to'xtatasiz. Endi cho'zish qoidasida yana bir kichkina qoidacha, mana bu nuqtasiz ya arab tilida alif maqsura deb aytiladi. Alif maqsura ya'ni qisqa alif degani, ya'ni alif o'laroq o'qiladi, ya'ni a deb o'qiladi. Qachonki bundan oldingi harakat fatha bo'lsa. Ya'ni bu so'zni oxirida kelsa shunaqa keladi va bundan oldingi harakat fatha kelsa, bu bitta cho'zish vazifasida keladi. Misol uchun mana yah ya deb o'qiymiz. Qayerdan bilamiz buni alif maqsura ekanligini, ya'ni ya emas, balki alif kabi cho'zib o'qilish kerakligini? Birinchidan bu harakatsiz, nuqtasiz keladi, nuqtasiz va undan oldingi harakat esa fatha bilan keladi. Agar mabodo kasra bilan nuqtasiz kelsa ham cho'zib i qilib o'qiysiz. Misol uchun fi g'urfati kabi, g'urfati. Agar kasra emas, balki fatha bo'lsa, a deb yahya deb o'qiladi. Yahya yoki g'ina yoki al-fata kabi so'zlarda alif maqsura xuddi alifday cho'zib o'qiladi va bu kabi tugagan so'zlarni ham cho'zib to'xtatamiz, vaqf qilamiz. Demak, xulosa qiladigan bo'lsak, bugun sizlar bilan vaqf qoidasini ko'rdik. Tamarbuta har qanday holatda sukuli hada to'xtatiladi. Fatha tanvin a deb, ya'ni bitta mad holatida cho'zib to'xtatiladi. Undan tashqari qolgan hamma harakatlar, 3 ta ochiq harakat, fatha, kasra, damma va kasra tanvin va damma tanvinlarning hammasi vaqf paytida sukunga aylantiriladi. Salomat bo'ling.